Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Mushu bolalarımızga isim qo'yganda nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Ham isim qo'yish masalasi ota-onaga nisbatan bola dunyoga ko'z ochgandan tortib, bolaning bizning ustimizdagi birinchi haqqi. Bu o'ynashadigan, chaqchaq qiladigan masala emas. Shunga buning qarta ota-ona bo'lg'uchi o'ylashi kerak. Ma ism mod ekan va yangi ekan deb emas, bizning dinimiz ko'rsatgan bo'yicha ism qo'yish kerak. Chunki ism deganlik bu bolaning mushu dunyodagi markasi, va shundaqla dunyo va oxiratdagi chaqiriladigan ismi. Hatta İmam İbn Qayyim Jawzi deydi, isim insonga ta'sir qildi deydi. Ba'zi salaflarimiz deydi, isim duoning hukmida deydi. Shuning uchun bunga sal qarashga bo'lmaydi. Xo'sh, unda bo'lsa, sal qaramay qaysi nuqtalarga diqqat qilamiz desanglar, birinchidan ismninki talaffuzning go'zal bo'lishi va ma'nosining go'zal bo'lishiga diqqat qilamiz. Ma'nosi go'zal ham talaffuzi go'zal. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tavsiya qilgan bir qancha ismlar bor. Masalan, eng suyimli ism Allohga Abdullah va Abdurrahman deganga o'xshagan. Hamda bu ism bugun kunimizdagi yoshlarga, yangi to'yqanlarga kona va yoki an'anaviy bilinishi mumkin. Ammo bu ismlarniki vaqt o'tmaydi. Ya'ni necha ming yil o'simi bir xil turadi. Biz yangi bilib qo'ygan, moda bilib qo'ygan ismlarimizniki vaqt o'tib ketishi mumkin. Shunga bu xil ahvolda hissiyatga ergashmay, bolalarimizga hozir bir isim qo'yyapmiz, kishilar chaqiradigan bir markadan birini chaplayapmiz chekisiga deganni qalbimizga akab turib, ma'nosi go'zal va talaffuzi go'zal ismlarni qo'yishimiz kerak. Ondan boshqa Allohning 99 ismlariga Abduni qo'shib qo'ysak, bu texmi yaxshi. Va ondan boshqa payg'ambarlarning ismlari, sahobalarning ismlari, bu ismlarni qo'yish tavsiya qilinadi. Bu bizning Uyg'ur madaniyatimizda bu islomiy ismlarimiz bizning Uyg'ur ismlarimizga aylanib ketganlik. Biz faxrlanadigan olimlarimiz olsun va yoki bizning ajdodlarimiz olsun, hammasi mana shu islomiy ismlar bilan kelganlik. Abduqodir Domullam deymiz, Abdul Xoliq Uyg'ur deymiz, Muhammad Ali Tevfiq deymiz masalan. Asli Arabcha islomiy ismlar. Bu hozir bizning Uyg'ur tilimizdan ichiga kirib ketgan ham Uyg'urcha ham islomiy ismlarimiz. Shuning uchun bu nuqtaga diqqat qilish kerak. Hamda bu ism masalasida yana bir diqqat qilgan nuqta nima desa, biz ismni bundaq bir qancha kategoriyaga bo'lib olsak bo'ladi. Birinchisi, qat'iy qo'yishga bo'lmaydigan ismlar bor. Haram ismlar. Bu qaysi desanglar, Allohning sifatlari ichidan mutlaq Allohga xos bo'lgan ismlar. Bu ismlarni bolalarimiz qo'yish qolmaydi. Bu qaysi? Yaratquchi, Al-Xoliq, Ar-Rahman, cheksiz shafqat qilguvchi, Ar-Razzaq, rizq berguvchi, As-Samad, Al-Ahad deganga o'xshagan Allohga xos insonda bo'lmaydigan sifatlar bor. Bu xil Allohning ism va sifatlarini kishilarga qo'yish qolmaydi. Ammo beshiga Abduni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Abdusiz bu ismlarni qo'yishga bo'lmaydi. Bu qo'yish harom bo'lgan ismlarning birinchi turi. Qo'yish harom bo'lgan ismlarning ikkinchi turi bo'lsa, biz bilmay qo'yib silishimiz mumkin. Ba'zi bir butlarninki va yoki ba'zi bir dillarninki ibodat qiladigan narsa va yoki shu dillarga aloqador ba'zi bir ismlar bor. Shu dinga xos ismlar. Bu ismlarni qo'yishni yana harom. Qo'yishga bo'lmaydi. Masalan, Abdumannaf, Abdul Uzza deganga o'xshagan bu xil shakldagi ismlarni qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Uchinchisi, qo'yish makruh bo'lgan ismlar. Qo'yish makruh bo'lgan ismlar qaysi desanglar, bu aloqa birinchidan o'zini aqlaydigan ismlar. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Barra degan ismni Zaynabga o'zgartirib o'tgan. Nimashqa? Barra degan eng yaxshi qiz deganga. O'zini maqtash va. Undan boshqa masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan nurun hadislar kelganlik. Masalan, Aflah degan ismlar bor. Eng qutuq qozong'uvchi va yoki eng muvaffaqiyat qozong'uvchi deydigan. Bu xil shakldagi o'zini maqtash xarakterini olgan ismlarni qo'yish bu makruh. İkincisi makruh ismlarni qanday desanglar, yomon ismlar, ma'nosi yomon, ya'ni yaxshi emas ismlar. Masalan, urush deb ism qo'yish bu yaxshi emas. Masalan, g'amkin, nurg'un kishilar qo'yib oldi, masalan, Instagramlarga, Facebooklarga bu xil shakldagi pasif ismlarni qo'yish dinimizda cheklanadi. Ba'zilar qo'yib oldi, mahzun deb masalan, ochiq, zahar bu xil shakldagi ismlarni qo'yish bu makruh ismlar. Undan boshqa mubah ismlar bor. Qo'ysak bo'ladigan. Qo'yishga buyurilmagan, ammo qo'ysak durust bo'lgan ismlar. U qaysi desanglar, ma'nosi yomon emas, ya'ni boshqa bir g'ayri ma'nolarni bildirmaydi. Uyg'urcha ismlar va yoki chet elchi ismlar. Masalan, Nijat deymiz, masalan. Shunga o'xshagan Uyg'urcha boshqa ismlarni qo'ysak, bu mu bo'ladi? Demak, ismlarni shu bo'yicha kategoriyaga bo'lib olsak, ya'ni haram ismlar, makruh ismlar, mubah ismlar va afzal ismlar. Qo'yish yaxshi bo'lgan, mustahab bo'lgan ismlar deb shu bo'yicha kategoriyaga bo'lib tushunib olsak, ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sen deb o'tdingiz, Allohning ism sifatlariga Abduni qo'shib qo'ysak bo'ladi deb. Agar qo'shmay qo'yg'ili bo'ladigan ismlari yo sifatlar bormi? Allohning ismlarini qarta qaranglar. O'zimizning qo'llanish masalasiga kelgan vaqtimizda Allohning ismlarining hammasiga Abduni qo'shib qo'ysak, hech qanday masala chiqmaydi. Abduni qo'shmagan vaqtimizda ikki turga ayriladi. Birinchisi, Abduni qo'shmay qo'yish qat'iy bo'lmaydigan ismlar. O qaysi? Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Xoliq, As-Samad deganga o'xshagan Allohga xos bo'lgan sifatlar. Ikkinchisi, Abduni qo'shmaymi insonga qo'yg'ili bo'ladigan sifatlar. Bu qanday sifatlar degan vaqtimizda Allohdan mutlaq bo'lgan, insonda cheklik bo'lgan, nisbiy bo'lgan sifatlar. Masalan, mehribon, Rahim shundaqwa Allohning rahim sifati bor. Ammo mehribonlik insondan bormi cheklik shaklda, nisbiy shaklda bo'lsa-mu? Bor. Shunga bu xil shakldagi ismni qo'ysak bo'ladi. Masalan, Rahim desak bo'ladi, va yoki Karim desak bo'ladi, masalan, Hakim desak bo'ladi. Halim ma ismlarning hammasini abdusiz qo'yg'ili bo'ladi. Ya'ni insondami nisbiy shaklda bo'lgan sifatlarni abdusiz, abduni qo'shmay qo'ysak bo'ladi. Allohning sifatlaridan abdusiz qo'yg'ili bo'ladigan ismlar deb aytgan bo'ldingiz. Endi buni ayolcha qilib
halima, rahima deb qo'ysa bo'lamdi. Endi bu xil abdusiz qo'yg'ili bo'ladigan, Allohda cheksiz bo'lgan, insonda cheklik bo'lgan, nisbiy bo'lgan bu sifatlarni er kishi qo'ysa bo'lgandek, ayol kishi qo'ysa bo'ladi. Karimaxon masalan, aziza, halima, hakima deganga o'xshagan, bunda hech qanday bir masala yo'q. Ustoz, shu yangi balog'at yoshiga yetgan bolalarga muomala qilishda ko'pinchamiz qiynalib qolamiz. Qanday muomala qilamiz? O bolalarningki psixikalik ahvolini, o'zgarish ahvolini bilmaslikdan muomala qilishda qiynalib qolgan ahvollar yuz berdi ekan. Bularga muomala qilishda nimalarga diqqat qilamiz? Endi bolalarningki balog'at mezgili intayin sezgi bir mezgili, chunki bu bolalarningki jismoniy, aqliy, ruhiy va jinsiy jihatda bir xil o'zgaradigan, yangi bir qadamga, yangi bir bosqichga o'tadigan bir davri. Bu mezgilda ota-onalar diqqat qilmasa, bola bilan o'tirisidagi munosabat zaxmlanishi, ziddlanishi mumkin. Ko'pincha hollarda bo'libmi dad bilan bolaning o'tirisidagi munosabat mana shu balog'at mezgilida to'g'ri muomala qilmaganlikdan kelib chiqadi. Ya'ni bola bilan ota bilan bola o'tirisidagi munosabat shu balog'at mezgilida buzilib ketadi. Shuning uchun ota-onalar bu nuqtada alohida diqqat qilish kerak. Nimaga diqqat qilish kerak deganda, birinchidan bu mezgil xuddi bir bemorga o'xshaydi bolalar. Bolalar normal bolalar emas. Bu vaqtda bolalar bir davrdan yana bir davrga qadam qo'yayotgan bolalar. Shunga ma bolam hozir 5dan bir ishni kechiryotidi. Bir balog'at davriga kiryotidi degan mahil iddia qilishi lozim. Burunqi Ahmadga, burunqi Muhammadga o'xshash qarasa olmaydi. Balog'atga kirgan bola qarta. Birinchidan iddia jihatda buni hozir qilish kerak. Ikkinchidan balog'at mezgilida ota-ona bo'g'ichi, mayli u balog'atga yetilib qolgan bola o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, qattiq savrachan bo'lishi kerak. Chunki balog'at mezgilida o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, nima ish qildi? Davomli o'zini isbotlash uchun bola, o'zining cho'ng'olligini isbotlash uchun, o'zini bir xil men bu yerda ba deb ko'rsatish uchun ota-onasidan qarshilashadigan bo'lib qoladi. To'g'ri gap qilma, tutaq chiqaradigan bo'lib qoldi ota-onasidan. Bu vaqtda ota-ona bo'g'ichi sapralashmay, ya'ni bola men bilan qarshilashadi deb xafa qolmay, ma bolam hozir balog'at mezgilida deb bola qarta qattiq savrachan bo'lishi kerak. Ma birinchisi, bu bek muhim. Ikkinchi birisi bolalarga hurmat qilish lozim va izzatlash lozim. Esimizda bo'lishi kerak, bolamiz balog'at davriga kirdi, balog'atga yetgandan keyin u endi kichik bola emas. Allohning nazarida kichik bola emas, bizning nazarimizda kichik bola emas. Allohning nazarida kichik bola bo'lmag'achqa, balog'atga yetgandan keyin bola gunoh qilsa, Alloh taolo uni jazolaydi, unga namozni farz qiladi. Cho'ng odamga o'xshash muomala qiladi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun biz bolamizningki cho'ng'onligini e'tirof qilishimiz kerak. Uningga burunga o'xshash ita qila emas, bolam itamsiz, qilamsiz deganga o'xshagan hurmat so'zlarini ishlatish kerak. Bolalarning cho'ng'onligini ota-ona bo'g'ichi qabul qilish kerak. Ya'ni hurmatlash lozim, izzatlash lozim. Chunki bu davrda bola o'zining bir xil hurmatlanishini, o'zining cho'ng'onligini, cho'nglarning bilishini umid qiladi. Biz buni belgili unutmay, kichik bo'yincha ita qila deb muomala qilaversak, bu yerda bolalarga bu haqorat tuyg'usini beradi. Shunga munosabat bu yerda ziddlanadi. Shunga ikkinchi o'lab bolalarni hurmatlash lozim, izzatlash lozim, bolaning cho'ng'onligini qabul qilish lozim. Uchinchi o'lab bolalar bilan sirdish lozim. Balog'at yetgandan keyin bola endi kichik bola emas, u cho'ng bola. Uning bilan xuddi do'stlik munosabat qurishga tirish lozim. Ko'proq vaqtni birga o'tkazish lozim. Shu balog'at mezgilida bolalar ota-onasidan o'zini elib qochadi. Bu vaqtda bolalarga dadasidan bakrak do'stining gapi ta'sir qiladi. Do'st izlaydi. Shu vaqtda dada bo'g'ichi do'stning o'rniga tushsa, undan keyin bola bilan bo'lgan munosabatni yaxshi saqlay oladi. Shunga arablarda shunday bir gap bor. Il'ab awladaka sab'an. Bolang bilan 7 yoshda o'ynagin. Ya'ni 0 yoshdan 7 yoshgacha o'ynagin. Keyingi 7 yoshda bolangni tarbiyalagin. Uningdan keyingi 7 yoshda, ya'ni 14 yoshdan keyin, ya'ni bola balog'at yetgandan keyin bolang bilan do'st bo'l deydi. O'yna, tarbiyala, do'st bo'l deydi. Shuning uchun bolalar bilan do'stlashib, imkon qadar bolalarning ichiga kirish, ichidagi sirlarni elishga ahamiyat berish kerak. Mushu vaqtda agar sirdashamasa, ota bo'g'ichi bolasi bilan oraliqqa yiroqlab ketadi. Mushu yiroqlab ketgancha ta u bola aqlini tepib, to'y qilib, ma'lum bir yoshga kelmaguncha u ota bilan bolaning o'tirsa yiqilishamas mumkin. Shuning uchun ota bo'g'ichi balog'at yetgan bolasi qarta, ma bolam hozir mendan yiroqlashadi, o'zini elib qochadi deb uning qarta muomala qilish kerak. Hargizmi ma bola askilashib qoldi. Cho'ng'olgan siri o'zini cho'nkrab qoldi ma guyla deb bolani xapulab, bola bir qadam yiroqlashsa, 2 qadam yiroqlashsak, bola qo'limizdan chiqib ketadi. Ma'ni qalbimizda aniq tutishimiz kerak. 4-o'lab nima ish qilamiz degan vaqtda balog'at yetgan bolalar qarta bolalarga mustaqil bo'lishga fursat yaratib beramiz. Balog'at mezgilida bolalar uydan chiqib ketgisi kelib qoladi. Ya'ni mustaqil yashashga kelib qoladi. Oylik yashashga kelib qoladi. Shundaqla mustaqil bir ishlarni qilg'isi kelib qoladi. Bunday vaqtda hamda uydan chiqib ketishga fursat qiling deganlik emas, ammo ba'zi bir ishlarni mustaqil qilaman desa, uni yo'q qo'yish lozim. Tanlashlarga hurmat qilish lozim, qarorlarga hurmat qilish lozim. Biroq bolalarning ustidan qaror qilib etmay, "Bolam, biz bunda o'yinlik sizga ma ishni. Sizning chiqqanda" desa, bu yerda bola bir izzat tuyg'usini topadi. O'zining mustaqilligini his qiladi. Bola bu yerda otasi bilan bo'lgan munosabatni buzmaydi. Aksicha, bolalardan so'ramaylam, ishlarni qaror qilaversak, bolalar qarata, bola o'zini yo'q his qilib qolsa, bu yerda bolalarning qattiq achchig'i keladi. Bu yerda ota-onasidan yiroqlashadi. Ota-onasining to'g'ri qilgan ishlarini xato deb qaraydi. Hatto ota-ona bo'g'ichi bolaning to'liq manfaatini ko'zlab qaror qilgan bo'lsa-mu, lekin bolalarga samg'an bo'lsa, bu bolalarga nisbatan o'ziga bir haqorat deb biladi buni bolalar. Mushu balog'at ishda. Shu 4 nuqtaga ota-ona bo'g'ichi alohida diqqat qilish kerak. Va shundaqla mushu bolalarga balog'at mezgilida asla va asla tahdid solmaslik kerak. Undaq qilsam, bundaq qilma deb.
Chunki bunda balog'at mezgilida bola qaramishib qoladi. Hech narsadan qo'rqmaydi. Biz tahdid solsak, bola undan cho'ngroq ishlarımizga tahdid solishi yoki cho'ngroq texnik xatarliklar qilishga o'zini tavakkal qilib qolishi mumkin. Chunki buni asla qilmaslik lozim. Yana birisi bolalarimizni balog'at mezgilida boshqalarga qat'iy solishtirmaydi. Palaning bolasi undaqkan, palaning bolasi undaqkan deb asla va asla solishtirmaydi. Chunki bu xil ahvol bolalarda o'zini kamsitish tuyg'usi paydo qiladi-da, oilasidan nafrat qiladi, o'zidan nafrat qiladi, dadasidan nafrat qiladi. Bu vaqtda bolani yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Yana bir muhim masala shu balog'at mezgildagi, shu bolalar balog'at mezgilida ozroq ishlar sababli uydan chiqib ketishga aram turadi. Bunda vaqtda munosabatga qattiq ahamiyat beraylikki, bolalarning uydan chiqib ketishiga yo'l qo'ymaylik. Agar uydan chiqib ketib qolsa-mu, o'zimiz xotirjam bo'ladigan bir tuqqunimizning uyiga borib yotgan bo'lsa, bir kun ruxsat bersak bo'ladi. Undan keyin chiroyli gaplar bilan ularga yaxshi muomala qilish orqali ularni qaytarib akilaylik. Agar unda qilmay, aksicha uydan chiqa deb uni haydab o'tadigan shundaq mezgilda. Bunda bir ish qilib qolsak, ikkinchi qadam bolamizni topolmasligimiz mumkin. Shunga esimizda bo'lsin, balog'at mezgili ya biz bolani qo'limizda tutib qoladigan, ya bola bizning qo'limizdan chiqib ketadigan bir mezgil. Shuning uchun nayt ehtiyot qilmasak, bolalar qo'limizdan chiqib ketishi mumkin. Bu vaqtda biz bolalarning o'qishidan, iymon e'tiqodidan hammasini ziyon tortib qolamiz. Shunga ota-ona bo'luvchi bu haqda nayt sezgir bo'lishi kerak, sabrchan bo'lishi kerak, bolalarni hurmatlashi kerak, bolalar bilan sirlashishi kerak, vaqt o'tkazishi kerak va shundaqla ularningki mustaqil bir ish qilishiga ruxsat qilish kerak. Hatto bir ishni mustaqil qildi yoki bolasi o'zi bir ishni qaror qilib qildi, shu ishdan ziyon chiqdi, xatolik o'tkazdi. U xatolashqimi yo'l qo'yish lozim. Xatolashqini qo'yish lozim bolani. Shu xatoliqdan bola qana qiladi, o'rganadi. Bu bolalarga xatolik orqali o'rganish fursati berganligimiz bu bizniki. Shunga ota-ona bo'luvchi bu nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Shu yuqorgi 4 tavsiyani ota-onalarga tavsiya qilaman, shu bolalar balog'atga yetgan va yetish olib turgan ota-onalar. Yosh bolalarga bak men balog'atga yetdim deb yo'g'onab ketganda his qilatam decha. Buningga bir balog'at mezgildagi bolalarning tuyg'usi dal shu. O'zini yo'nab ketganda his qiladi. O'zini ota-onasiga hech hurmat qilmaydigan bunda aloqalash ahvoli. Shu balog'at mezgildagi bo'lgan alomatlarning birisi. Balog'at mezgilida bolalar ota-onasiga hurmatsizlik qilib qoladi ba'zanda. Ba'zanda gap yondiradi ota-onasiga. Ya'ni ota-onasiga qarshilashadi. Buni bolam menga hurmatsizlik qildi, qarshilashdi deblam qaramaslik kerak. Men bolam hozir balog'at mezgilida deb sabrchan bo'lish kerak. Musha kelgan vaqtda sabrni ishlatamiz. Sabrchanlik bilan bolamizdan tang qarshilashmaymiz. Bu yerda bolamiz bizga qarshilashsa, biz yana qarshilashsak bolamizdan tang olib, vaqtda biz bolamizning o'g'liga uchib qolgan bo'lamiz. Bizmi balog'atga yetmagan bo'lamiz, bola tarbiyasida. Shundaqla bu yerda munosabat daxliga uchraydi. Shunga bolalarningki bu o'tkinchi davr bu. Emin shunda olmaydi. Shunga vaqtda masalan balog'atni o'tib bo'lgan vaqtda bunda qarshilashmaydi bolalar. Bu balog'atga yetishning oldida va balog'at mezgili eng avjiga chiqqan vaqtda bo'lgan ahvollar. Shunga bunday ahvolda ota-ona bo'luvchi sabrchan bo'lish kerak. Buni endi mutlaq hurmatsizlik yoki men bola topdan chiqibdi deb o'ylab qolmaslik kerak. Ustoz, bolalar qanday qilib namozni yaxshi ko'rgizaymiz? Masalan, ufqlarimizga qanday qilib namozni boshlaymiz qilmaymiz? Bolalarga namozni yaxshi ko'rsatishning birinchi usuli namoz o'quvchini yaxshi ko'rsatish. Masalan, oilada bolalarga qanday qilib namozni yaxshi ko'rsatamiz? Qizlarimizga qanday qilib hijobni yaxshi ko'rsatamiz desak, birinchi qilib namoz o'qigan kishini, hijob otgan kishini yaxshi ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni bola onasini, ya'ni hijob otgan onasini yaxshi ko'rsa, namoz o'qigan dadasini yaxshi ko'rsa, shu o'qigan namozini yaxshi ko'radi, otgan hijobini yaxshi ko'radi, biz ishongan dinni yaxshi ko'radi. Shuning uchun shu farzand tarbiyasida bolalarimizga islomiy aqlni singdirishda, namoz o'qish olsun, hijob otish masalalari olsun, mehr, shafqat, muhabbat birinchi o'rinda turadi. Masalan, qarab qaradigan bo'lsak, bolalar 3 yosh yoki 2 yosh yoki 4 yosh atrofida biz namoz o'qisak, bil namoz o'qiydi shundaqo. 3-4 yoshli qiz bola onasini doğrab mush qiladi, yig'liq otadi. Nima uchun? Bu vaqtda bolalar ota-onasiga nayt amroq bir payti. Bolalarning mu ota-onasiga amroq payti, ota-onalarning mu bolasiga amroq bir payti. Ammo shu balog'at mezgilining oldi keyindagi vaqt bolalarga bir oz shu ruhiy jihatda, aqliy jihatda, jismoniy jihatda bir o'zgargan payti bo'lgan bo'lg'achqa, mehr muhabbat biroz yiroqlashish, shu ahvollar ko'riladi. Bu vaqt ota-ona bo'lg'uchi yuqori deganimizdek sabr qilishdan birga bolalarga qattiq mehribon bo'lish kerak. Ularga shafqat yetkazish kerak, ularga kuyinish kerak. O'zini bolalarga yaxshi ko'radigan bir holatga akilish kerak. Bolalar ota-onani yaxshi ko'rsa, haqiqiy shaklda uni o'qigan namozda onasining otgan hijobini cho'qim yaxshi ko'radi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisiga qarab taqadigan bo'lsak, bu nuqtaga alohida ahamiyat berilgan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bir odam namoz o'qiyotgan bo'lsa, kichik bolasi yig'lab qolgan bo'lsa, qanday qilsin dedi? Bolasini ko'tarib namoz o'qisin dedi. Bu yerda inchiki bir balla tarbiyasi. Qanday desanglar, balla yig'lab qoldi. Biz namozni o'qiyversak, yig'ilgan bolamiz, mening dadam shu ishni qilsam, men bilan kori bo'lmaydi ekan, deydigan bir xil tuyg'uga keladi. Ondan keyin shu ibodatga qarta uning ingida bir xil salbiy tuyg'u paydo bo'ladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam balla bilan bo'lgan munosabatni buzmaslik, ibodatni balla bilan bo'lgan munosabatga usturmaslik uchun shu nuqtaga alohida ahamiyat berib, men namoz o'qib qolgan vaqtinglarda ballanglar yig'lab qolsa, quchqonga eptib o'qinglar dedi. Buningdan naqadar bir shu farzand tarbiyasiga muhim bo'lgan bir ishni chiqara olamiz. Demak, bu birinchisi balla bilan bo'lgan munosabatimizni eng yaxshi shaklda saqlash.
ularga shafqat berish, mehribonlik berish, ularga kuyinish. Ondan keyin biz namozni va shunday qilib butun islomni, e'tiqodimizni bolalarga yaxshi ko'rsatamiz. Ikkinchi bo'lib namozni ko'ndirish ishida bolalarga bu biroqlan boshlansa bo'lmaydi bu. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu bolalarga namoz boshlash ishini ko'rsatib qo'ydi. Qancha yosh? 7 yoshdan tortib bolalarimizga namoz boshlashni o'rgatamiz. Bugungi kunimizda ota-onalar bunga nihoyat sal qarayotdi. Keyin balogatga yetdimi u chaqda farz bo'ladi unga. Tashlaması gunoh bo'ladi. Qiyomat kuni uning jazosini tortadi. Shuning uchun balogatga yetishdan 6-7 yil ilgari boshlaymiz. Tadrijiy boshlaymiz. Balam qo'pon namoz o'qiymiz deb faqat ochiqlamasdan, qo'rqitmasdan, tahdid solmasdan namoz boshlaymiz. Bir vaqt boshlaymiz, ikki vaqt boshlaymiz. Bir vaqtni o'qiyolmay qolib qolsa, kechki balda uxlab qolgan bo'lsa, uni uyg'otib yumaymiz 10 yosh qadar. Ya'ni erkin, ma'qul holatda tadrijiy namoz o'qishni boshlaymiz. Hijab masalasida shunda qizlarga chayliq hijoblarni olib beramiz. Bir otidi, bir otmaydi, bu shaklda ko'ndiramiz. Bu ko'ndirish bosqichi. 10 yosh kelgandan keyin rasmiy shaklda ching tutish bosqichiga, rasmiy shaklda o'g'itish bosqichiga o'tadi. Ya'ni 10 yosh kirdimi, namozni har vaqt so'rab turamiz. Balam namoz o'qidingizmi? Balam qani yig'liqingizda bu to'xtamay so'rab turamiz. Mushpatda buni chingitib akilib, ash balog'at yetib bo'lg'uchilik, to'liq namoz o'qiydigan, to'liq hijobini tashlamaydigan holatga akilimiz. Balog'at kirgan vaqtda ondan keyin u ibodatlarni tashlamaydigan holatga kiradi. Shunga shu tadrijilik davri va uni ching tutish davrini ikkisini ayirib, tadrijiy holda muomala qilsak, inshaalloh bolalarga namozni yaxshi ko'rsatamiz va ko'ndiramiz. O'sha oxiratga iymon etish masalasi ko'pincha holatlarda iymonimiz sustlab qoladigan ahvollar ko'rilgan, chunki g'aybiy sho'g'andikin, nisiy sho'g'andikin. Mushuni qanday kuchaytiramiz? Aqliy dalili bormi buni? Odatda shu oxiratga bo'lgan iymon 6 iymon ichidagi eng muhimlari qatoridan. Bizni ibodatga tirishtiradigan, haromdan yondiradigan, farzda qildiradigan shu oxiratga bo'lgan tunishimizning cho'nqur bo'lishi. Shunga biz oxirat haqida maxsus darsliklarni qilaylik. Hamda savolga kelsak, oxirat haqida bir aqliy dalil bormi biz his qila oladigan desak, Alloh subhanahu va taolo oxirat hayotining bor ekanligiga ishorat qilish uchun va bizningki ma hayotning bir o'tkinchi, vaqtli hayot ekanligini bildirish uchun, ma hayotning boshqa bir hayotning bor ekanligini bizga bildirish uchun Alloh subhanahu va taolo bizga tushdan iborat bir oyatini, bir mo'jizani qoldirib qo'ygan. Shu tush oxiratga aqliy dalil bo'ladigan ishlarning birisi. Masalan, biz tush ko'rgan vaqtimizda hayotning hammasi shu deb o'ylaymiz. Tushimiz turib biz mana tush deb bilmaymiz-ku, uni bir hayot deb bilamiz. Amaliyotda u vaqtda biz joyimizda jim turamiz, ammo nurg'un yerga berib kelamiz. Zaman, vaqt cheklamasi deydigan narsa bo'lmaydi. Ammo shunda uyg'ongandan keyin shumkayya deymiz. Ammo tushimiz uyg'onmay yashab ketsak, shunda bir hayotda yashab ketishimiz mumkin. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu orqali oxirat hayotiga ishorat qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz. Shunga Hazrat Ali radhiyallohu anhu an-nasu niyamun idza matu intabahu deydi. Kishilar uyquda deydi. Ma hayotda uyquda deydi. O'lgandan keyin uyg'onadi deydi. Demak, biz tushimizda ma bir hayot deb o'ylab turib, uyg'ongandan keyin voy u tushimizga ya deganga o'xshash, biz ma hayotni hozir ma hayot deymiz. Ammo ma hayotda o'lgandan keyin, oxirat hayotini ko'rgandan keyin, asli ma hayotgan, dunyo hayoti bizga bir tushgan deb o'ylaymiz. Shunga qiyomat kuni dunyoda qanchalik yashadinglar deb so'ralsa, ashiyatan aw duhaha. Night az yaşadık deydi. Night az. 60-70 yil yaşagan hayatni night az yaşadık deb mana shundaq his qilamiz. Va shundaqla dunyodagi azoblar shunday yo'q bo'ladi. Masalan, dunyoda yashagan nurg'unlagan musibatlar keladi, qiyinchiliklar keladi. Oxiratda Alloh subhanahu va taolo uning ajr beradi deymiz. Qanday ajr beradi? Ma azoblar, hatto masalan kichik bolalarning o'ldirilishi, zulm, nurg'un ishlar bor. Inson qanday ko'taradi bu ishlarni? Oxirat hayoti bo'lgan vaqtda bu ishlarning hammasi xuddi tushimizni ko'rgandek tugaydi. Masalan, biz tushimizda qo'rqinchli bir tush ko'rdik, qabahatlik bir tush ko'rdik va yoki birisini o'ldirib tush ko'rdik. Ya'ni biz qo'rqadigan intan qo'rqinchli bir tushni ko'rdik. Shunda uyg'onsak, u tushimizni ko'rgan qo'rqinch, azob oqibatdan qaysi qoladi? Hech qaysi qolmaydi. Shundaqmi? Yeniklab ketamiz. Biz oxiratga borgan vaqtda dal shunda bo'lamiz. Shunda uyg'ongandan keyin, o'lib yana bir hayot o'tgandan keyin ma hayotlik azob xuddi tushdikidek hammasi yo'q bo'ladi. Demak, aqlli o'ylaydigan bo'lsak, mana shu tush oxirat hayotiga, ya'ni bir hayotning bor ekanligiga aqliy dalil bo'la oladi.